Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min valah. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabında biz Abbasilerin 40. halifesi El-Mustakfi Billah degan halifeninki hayat bilen konuşup çıkmakçı. Bu adam Hicriye 701 yıldan Hicriye 740 yıl kadar, yani 39 yıl hakimiyet beşide oltağan. Bu adamın ismi Süleyman, dadısı Hakim bi Emrillah şu. Kunyası Ebu Rabi namıyla meşhur. Bu kişi 684 yılı Muharrem ayının oturlarında tuğulgan. Qilgan işleri az dolurak. Endi bu adam halife bo'lgan vaqt dadısı o'lib ketgan 701 yılı Jumadil Ula ayida halife bo'lgan. Bu dadısınınki veli ahdi qilib bekitish orqali tayinlangan adam bu. Bu adam halife bo'lgan vaqtida Misr ve Şam diyarlarida, bütün munbarlarda bu adamning nomida xutbalar o'qilgan. Bu vaqtda bütün jutlarga, İslami devletlerge besharatnoma avatilgan. Bular asli Kebeş degan qal'a turadi. Kebeş qal'asi hozir Misrniki Qoyira shahrida. Masalan, Sultan Qoytibay masjidi bor rayonlarni Kebeş qal'asi deydi. Şu yan demekçi. Sultan bularni qal'aga o'tkazib kelgan. Bundan degani bu vaqtida hamda hozir Qoyirada necha qal'alar bor. Hamda Zohir Beybers qal'asiga kelgan bo'lishi mumkin. Ularga ayrim bir saroy bekitib bergan. Hicriye 702 yil bo'lgan vaqtida Tatarlar Şamga hujum qildi, Mo'g'ullar. Sultan ve halife ular bilan urush qilish uchun chiqdi. G'albi nusrat musulmonlarning bo'ldi. Nurg'un Mo'g'ullar o'ldirildi. Qolganlar qochib ketdi. Bu yerda Tatar degishda asosan bu Mo'g'ullarning ichida Mo'g'ul qo'mondonlar bo'lgan bilan Mo'g'ul imperiyasi nomida kelgan nurg'un turklar, bularning ko'plari turk. Shunlashqa Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi bu vaqtida shu Mo'g'ullar haqida gap yozgan vaqtda bularni turk atalg'usini qo'llangan. Nurg'unlar qochib ketdi ve şu yili Misr Şamda ig'ir yatavrash ofati yuz berib, nurg'un adam tam sepilniki asıl qilib qoldi deyilgan. Hicriye 704 yillik bo'lgan vaqtida Amir Beyberis Jasnikir el-Mansuri Hakim bi Emrillah camisida nurg'un vazifa, nurg'un ders so'rinlarini o'rinlashtirdi. Bu camini yatavergandan keyinki buzilib qarab bo'lib ketgandan keyin qaytadan yangiladi. Fiqh o'qitadigan 4 mudarris, yani 4 qozi bekitdi bu yerga. Hadis ustoziga Sa'diddin Harisini, arab tili grammatikasiga Abu Hayyan al-Andalusini tayinladi deyilgan. Bu Beybers bu Sultan Qalavunninki o'ziniki xizmatchilari bular. Bu shirkat turklaridan, shirkasidan. Bu adamni Brazil sultan bo'lib boqqan. Buningki sababi shu Muhammad ibn Qalavunning yana bir o'g'liga bu adam Atabek bo'lgan. Shu paytda bu sultan Ordaniya qochib ketib Makkaga bormadi. Sultonlikda voz kechgan. Shu paytlarda bu odam bir yilda sultan bo'lgan. Shu paytda bular vaqtlar avvallar bo'lsa kerak. Hem umuman ilbitqa vaqtda bu adam davlatniki xili Salarbek ulashqisi bu Jasnikir bek xili mo'yim o'rnatilgan cho'ng qo'mondonlar. Hem Sultan Qalavunning o'zini sultonlikdan ilivtishi, ondan yana sulton bo'lishi va bundaq voqealiklar. Bu Sultan Qalavun aqlli, zirak adam. 3 qitim sultonlikdan chiqib ketgan. Bu Misr xalqi yana qaytadan tikilgan bu adamni. Bu Misr davlatida, mamlukiylar davrida eng uzun davr sürgan bu adamniki hokimiyati bir barakat yog'digan davr. Hicriye 708 yil bo'lgan vaqtida Sultan Malikun Nasir Muhammad ibn Qalavun haj maqsadi bilan Misrdan chiqdi deydi. Ramazon oyida. Bu adam bilan nurg'un amir vuzuralar uz tutush uchun chiqqan vaqtida ularni qaytirib yotdi. Bo'ldi, qilinglar deb.
Kerik'ten o'tgan vaqtida Kerik'ga qiyib ketdi. Kerik hozir Iordaniyada. O adamga bir ko'rik tikilib berdi shu vaqtida. Shu ko'rik buni daryoga, bu Iordan daryosi bo'lsa kerak hamda. Shu o'ttirib kelgan vaqtida sunib ketib qoldi. Ay oldidagi odamlar saqqidib ay bu adamning ham etsaklab ketib, bu odamni saqqib qoldi dedi. Ay oqistik odamlar ko'rikning oqistik odamning ko'rikdan oqistik kelayotganlar bular tushib ketdi dedi. Bular 50 dak odam edi. To'rtaylan shu naq maydonda o'lib ketdi. Bu jilg'ida hamda ko'rikning oqistik jilg'ida bu odamninki ko'plari suniliq put qo'llar sunib, so'ngaklar sunib, nurg'un talafotga uchrab ketdi. Sultan shundan Kerikda turib qoldi. Iordaniyada. Anda Misr diyoriga xat yezib, "Men podshoh bo'lmayman, men mamlakatning ishini boshqarmayman" deb shu borasida xat yozdi. Buni Misrdagi qozilarga isbot imzo atqizib oldi-da. Anda Şamning qozilariga bu xatni yo'lladi. Şunun bilan Amir Ruknuddin Baybaris Jashnakir, Zohir Baybaris o boshqa, o ketdi. Ma Ruknuddin Baybaris Jashnakir degan odam, Jashnakir degan podshoning yemak ichmakka mas'ul odamlar. Buning zahar bormi yo'qmi deb tekshiradigan, tetib boqadigan odam bo'ladi. Bu odam shu yili Shavvol oyida 23-kuni sultan bo'ldi. Buni Malikul Muzaffar deb nom berilgan. Xalifa buningga bo'yniga yorliq esqan, buningga qor to'n kiydirgan, jumuloq salla yo'gab qo'ygan. Buning hammasi shu bu odamni e'tirof qilganlik bo'ladi. To'n kiydirganligi shu rasmiyatlar hammasi. Şam diyarga bu haqda yorliq avatildi deydi. Bir qora atlas xaltida. Şamda bu xatlar o'qib o'tildi. Bu xatning beshi innahu min Sulaymon va innahu bismillahirrohmanirrohim degan kalima yozilgan. Bu Qur'oni Karimdagi bir oyat. Anda Malikun Nasir mazirqi Muhammad ibn Qalavun Hijriya 709-yili Rajab oyida yana qaytib keldi. Men bo'ldim, qaytdi yana podshoh, bo'lay podshoh bo'g'im ba deb qaytib keldi-da. Bu oraliqda bu odamni qo'llaydigan nurg'un amirlar bor. Shuning bilan bu odam Shobon oyida Damashqqa kirib, ondan Misrga kirib, ro'zayt kuni qal'aga chiqdi shu oraliqda. Muzaffar Baybaris bir qism o'zining odamlarini elib qochib ketdi dedi. Bu Malikun Nasir kelishdan burun. Ondan bu adamni tutib shu yillam o'ldirildi. Allahul Vedai Nasirning Muhammad ibn Qalavunning qaytadan podshoh bo'lganligi haqida mundaq degan. Malikun Nasrning davlati bir nur chechib keldi dedi. Taxtga bu odam Sulaymon taxtga qaytib kelganga o'xshash qaytadan taxtga chiqdi degan. Bu Misr xalqi bu odamni bek yaxshi ko'rgan podshoh. Bu mamluklar davrida eng sevimli podshoh kim deganda Muhammad ibn Qalavun. Mushu yilning o'zida, ya'ni 709-yil bo'lgan vaqtda vazir, davlat vaziri ahli zimmilarni oqsali kiyishga buyurdi. Qaytadan shu burun bo'lgan bo'lsa kerak bu siyosat ahli zimmilar mushuni kelgan bo'pti endi. Buning ichida ham yahudiylar bo'lapmi, xristianlar ko'p son egallaydi bu zimmilar orasida. Bu zimmilar har yili 700 ming pul beradi dedi divanga, davlatga. Shuna berishga bular qo'shilgan. Undan boshqa sirtdan keldigan har yili kelib vatanda turadigan muhojir zimmilar bor. Bularga yana sharoit qarab pul bekitadigan gap. Bu shu davlat zimmi jizya deymiz endi. Shayx Taqiyuddin ibn Taymiya, mashhur ibn Taymiya rahmatullohi alayh, bunda avvalni cho'qim bekor qilish kerak.
deb ashaddiy holatda bu ishga qarshi turib, bu ishni qaytadan tuzatdi. Bu ishmi amaldan qoldi, valillahil hamd. Bugungi kunda zamonimizda salaflarni ayiblaydigan, salafiylarni tanqidlaydigan ko'z qarashlar mavjud. Ammo Ibn Taymiya bütün shu salaflarning bir peshvosi bo'lish bilan birga bu odam adolat bilan ish bajargan adam. Xudoga bo'lgan xudoko'yligi yuqori, taqvolik yuqori, ilmga bo'lgan tuhfasi bir-biridan yuqori bo'lish bilan birga bu davlat siyosatidami bu odam adil yo'l tutgan. Bu zimmilarni mush adam qarshi turish orqali bu Hristiyan Yahudilarni nurg'un avarchilikdan, nurg'un iqtisodiy besimdan qutuldiryapti bu yerda. Bunun hammasi nima degan vaqtida bu odamning bir xudoga bo'lgan bir taqvoligi, voy sen kafir bo'lganki ilvasa qilmamdi deb ilvasa ilayverishi mumkin. Çünkü devletin siyosati. Ama bu adam İslam'daki hükmünü, şeriatni adil icra qilish asosida bu masalani hal qildi. Yani zimmilarni nurg'un iqtisodiy besimdan qutuldirdi degan bo'ldi-da bu undaqda. Tarixda zimmilar, bo'libmi Yahudiylar va Hristiyanlar musulmon hokimiyat ostida eng farovon, eng boyashat, eng emin holatda bular yashab kelgan. Hech qachon Yahudiylar yoki ahli Hristiyanlar yoki Masihiylar kufriy davlatning orasida emin yashagan emas. Hech vaqt kufrning qo'lida emin yashab boqqan emas. Chunki bu yerdagi Masihiylar deyishimda dunyoda ko'p sondagi kafirlar Masihiygo. Üç xil eng cho'ng mazhabi bor. Katolik, mesela, Protestant, Ortodoksiz. Üçü mezhep muhimda. Bu üçü birbirini kafir deydi. Qandaq bir Hristiyan devleti Katolik bo'lgan bo'lsa, buningdan boshqa Masihiylarning Katolik mazhabida bo'lmagan Hristiyanlarning hammani kafir deb qarab o'ltirdi, ezdi. Hamda Tatarlarning Mo'g'ullarniki eng yaxshi podshosining vafoti va undan burun bu dadasiniki vafoti haqida to'xtalamiz. Bu yerdagi Mo'g'ullarniki deyishda shu Farsdagi, Ozarbayjondagi hozirgi masalan Sharq Ozarbayjon, Eronda da masalan shu yerdagi Ilxoniylar xonligini demakchi. Bu vaqtda Tatarlarning Mo'g'ullarning podshosi Xudobandaxon o'z davlatida Rafiziylikni tashviq qildi-da. Xotiblarni agar xutba o'qigan vaqtingda faqat Ali ibn Abu Talib va shu bolasi Hasan va Husayn shu oil tavobat haqida shular qarta xutba o'qiysa. Men Shia bu odam. Bu Xudobandaxon. Xudobandaxon degan Xudoning bandasi degan bo'ladi. Bizning jiqba Xudo badi, egan badi degan ismlar. Bundan biz ko'rib turibmiz, bu Turkman ta'siri ko'p uchirgan bular Mo'g'ullar. Mana bu ish 716 yilga qadar davom etdi. Uning o'g'li keyin Abu Said podshoh bo'ldi. Bu adolatni yoqlidi ve sünnetni qaytadan tiklidi dedi. Hazrat Abu Bakr, Ömer, Osman, Ali'lerden razimenlik hakkındaki xutbalarni ruxsat qildi. Shunda qilish ham buyurdi bu adam. Ammo dadisi o'lib ketgandan keyin mabolisi yana qaytadan bir sunniy puroq bilan davlatni boshqaryapti. Nurg'un fitneler bu adamның zamanında besqib qoldi. Allohga hamdlar bo'lsin. Mana bu Tatar Mo'g'ul podshohlari ichida eng yaxshi manhaji uslubina to'g'ri bo'lgan podshoh edi.
Bu iş Hicriye 736 yıl kadar muş adam ölüp ketken kadar davamlaştı. Bunun kendin emdi Moğollarning bu yerda hakimiyeti qayta tiklanmadi dedi. Bular taraf-tarafga bo'linib, har taraflarga chechilib ketdi degan. Endi bu İlxanilar xonligi islom dunyosiniki bir ko'zini o'yib ilib olgan bir sultonlik. Ama bularniki bu hakimiyeti uzun davomlashmagan. Faqat 100 yil. 100 yil davom etgan. Bu Olaku xondan tatib boshlandi bu. Bu Said bilan tugaydi. Bundan keyin bo'lganlari hammasi Mo'ng'ul irqiga tava, Turk irqiga tava, lekin İlxanilarning viloyatlarini bo'lishib, har qaysi bunda oymoq beglikka aylanib olgan. Mana bu islom tarixidagi eng ojiz vaqtlar mush vaqtdan tatib boshlangan Paris ilida. Bundan keyin masalan Parislarning Shia bo'lishimi tizdan tizga bek avib ketgan, Safavilar nurg'un baloy ofatlarni keltirib chiqargan. Hicriye 717 yıl bo'lgan vaqtida Nil daryosi burun biz unda anglab bakmagan acayip sel kelib mesela ishib ketdi suv nisbati. Bunun bilan nurg'un shaharlar suv ostida qoldi, ko'p odamlar o'lib g'arq bo'lib ketdi suvga. 724 yıl bo'lgan vaqtida Nil daryosi ham qayta burunqidek shunday suv nisbati ishib ketdi. Bu 3,5 oyda bütün yerde bu su qaplab ketdi hamda bütün diyorlarni. Bunun foydasidan ziyni ko'p bo'lgan deydi. Her ish o'z o'ttirhal bo'lmagan vaqtida bu ziyon ep keladi. Hicriye 728 yil bo'lgan vaqtida Masjidul Haramning to'rislari Makkada buni qaytadan buni ta'mir qilib, yasab, ishlarini o'ngshab Bani Shayba darvoz taraf qo'dayma, shu tarafdagi darvozani qaytadan o'ngshab yasagan deydi. Hicriye 730 yil bo'lgan vaqtida Misrning Solihiya madrasasi Shapila sarayida juma namozi o'qildi mana. Shu qasrning oralig'ida. Mana bu tarixdagi tunji bo'lgan avval. Juma namozi yerda o'qilgan demakda, ma o'rinda. Bu yili 730 yil bo'lgan vaqtida Zavila darvosining sirtidagi qo'sun barpo qilgan jami yangidan putib chiqdi. Bu shu Qayra shahridagi muhim o'rinlar qo'sun degan bir amir hamda. Uning nomida xutba o'qildi. Buningga sulton va boshqa davlat arboblari qatnashdi. Xutbini bu kuni qozilar qozisi Jaloliddin Qazvayni o'qigan edi. Onun keyin bu masjidning jamining xotibligini Faxriddin Shukur degan odam davomlashtirgan edi deyilgan. Bu Qusun degan kimi degan vaqtida Qusunmi Mavran nahrmish Buxoro atrofidan kelgan bir turk qo'l. Ayni vaqtida Muhammad Qalavun degan Misrning sultoni O'zbek xonning qizini olgan. O'zbek xonning qizini olgan vaqtida bir qizni bir yotliq qilsa burun sultonlar uning xizmatkorlarini, qullar, dedaklarini qo'shib avatidi. Muhammad ibn Qalavun buningga bir xil qiziqib qilib, buni setilib, keyin masalan ozod qilgan, davlatda buning o'rin bergan. Muhammad ibn Qalavunning singlisini olgan keyin bu Qusun degan. Bu Misrda nurg'un tuhfalarni yaratgan bir madaniyat izi qoldirgan odam bu. Qusun jamisi hozir Misrda hozirmi bor? Hozirmi bor? Hicriye 733 yil bo'lgan vaqtida sulton milk etishdan chekladi. Va shundaqla bu milkniki o'q dorilarini satmaslikqa buyruq tushirdi. Hatta munajjimlarni chekladi. Munajjimlar yo'l tuzilmi bilan mashg'ul bo'ldigan
ba'zi bir g'aybiyatdan xabar beradigan kishilar shu davrda. Va bu yili sulton Kabiga bir darvoza yasadi deydi. Bu Ebnus darxidan yasalgan ishik. Ebnus darxi jinoyatda bek mezmut, qattiq, siyliq bir yog'och bo'lsa kerak. Qarg'ayga o'xshaydigan. Bu darvozniki ma yuzini kumushda. Bu darvozaning og'irligi 35.300 kesir edi deyilgan. Shu vaqtdagi bir o'lcham birlik bo'lsa kerak. Buningda kilo va boshqa sonni demabdi. Kon darvoza qo'magan. Bu darvozni Banu Shayba jamoati shu oltinlari bilan, kumushlari bilan ko'tarib ekitishgan. Bu darvozada Yaman valisining ismi yozilgan ekan. Undaqda Yaman valisi shu vaqtida yasatgan ish bo'lsa kerak. Hozirgi ishni Podsho Abdulaziz yasatgan 280 kilo oltinda. Bu darvozada bir qog'liqlik bir Uyg'urniki ismi bor. İsmi uyulgan. Endi xalifani qo'lga elish, xalifani ta o'lib ketgan qadar surgun qilish haqida. Hijriya 736-yil bo'lgan vaqtida xalif bilan sultonniki orasida biroz adovat yuz berib, xalifani qo'lga elib Burujda so'lab qo'ydi. Buruj shu qal'aning ustidagi bir saroy hamda. Kishilar bilan bir yerga to'plashdimi shaklida. Ondan Zulhijja oyida 37-yili Qo's degan o'ringa bolalarni oil tavobatini birga qo'shib poli deydi. O Qo's shahri degan shu Qayraniki janubiy tarafiga joylashgan bu 600 kilometr jiroqlikdagi bir shahar bu. Qana o'lkasiga tutashgan. Undaqda bu odamni xili uzoq bir yerga palg'andaq qildi. Bu odamga yetarlik maosh va qizani bekitib berdi. Ular taxminan hammasi 100 odam edi dedi. Oil tavobat hammasi bo'lib. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Jaloliddin Suyuti mush xalifaga bir azarchilik bu islom bir xil o'hsinib mush duolarni jiq deb ketyapti bu kitobda. Bu odam mush musulmonlarniki davlat birligini xilofat orqali yig'ib tutib turdiganligini bilgachga ko'p qitim o'hsingan, voysigan, qaqshigan xalifalarga azar bergan avvaldan bu odam qabul qilinmagan. Mustakfi Qo'sda o'lib ketgan qadar shu yerda yashadi deydi. Bu odam 740-yili Shobon oyida o'lib ketgan, Qo's viloyatiga dafn qilingan. 50 necha yosh shu vaqtida. Ibn Hajar Asqalani Ad-Durar nomli kitobida shundoq degan, bu xalifa noiti sehi mard, fozil, xatlar bak chiroyli odam edi. Bir botur. Ondan miltiq etishni, top o'ynashni yaxshi biladigan odam, ulamolar, adib ziyolilar bilan birga o'ltirib, so'rinda o'ltiradigan odam. Bu odamning u mushu ulamolarga, ziyolilarga nurg'un fazli ikromi bo'lgan, inomlari bo'lgan, ular bilan birga o'rtaq yashagan odam. Bu odam uzun muddat davr surgan paytlarda bu odamning nomida munbarlarda xutba o'qilgan. Hatto so'lab qo'ygan Qo'sda yashagan paytlardami bu odamning nomida xutba o'qilib turadi. Sulton bilan bu odamning orasida dastlabki burungi vaqtlarda bak muhabbat kuchli edi deydi. Bir-birini shunday yaxshi ko'rishadigan odamlar edi deydi. Dalalarga birga chiqib, birga top o'ynab, bir akufkudek birodarlardan edi. Lekin keyin bu ishlarning orasida ma'lum bir adovat yuz berib qoldi-da. Buning sababi bir xalifaniki xatiba bir qissa bu odamga sultonga elib kelingan. Bu xatda hamda sulton shu shariat so'rniga kasun, mahkamaga kasun deyilgan xat. Buni sal g'ururi dafsan qilingan deb bilgan sulton ochiqlagan. Bu avval bu odamni ta Qo'sqa palashqicha cho'ngib ketgan bu avval. Bu odamga bir sehi mardlikni yetkazay deb Misrdikidinmi bakrak bu odamga yana maosh bekitgan. Palg'an bo'lsa-mu maoshni yuqori bekitib ta'minotni yaxshi bergan dedi.
İbn Fazlullah bu adamning Masalik nomli kitobida tarjimalı gap qilib, bu adamning so'z iboralari nihoyat chiroyli, sabr toqati nihoyat yumshoq odam edi dedi. Bir narsani masalan bir musibat yoki bular g'amlik narsalar kelsa, buni sabr qilgan vaqtida nihoyat yumshoq bir xil illiq shaklda vaysab ketmay bunda qilmasdan o'z loyiqida tamkinlik bilan sabr qilib o'ltiradi degan bo'lish kerak. Bugungi darsimiz mushakish bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.